Yeniçe sada yangıratkan şair. Hazırki zamanımızda milletiga ehtiyojliq, xalqi uchun foydaliq, xalqni tarbiyalash yo'lida ijod qilib kelayotgan novator shoirlarimizning biri Ilohun Jalilovdir. Ilohun Jalilov 1942-yili 8 mart Almuta viloyati Uyg'ur nahiyasining Ketman yesida kolxozchi oilasida tug'ilgan. Otasi Jalil yezidagi dastlabki mexanizator bo'lgan ekan. Urush boshlanganda maydonga mexanizatorlarni olmaydigan buyruq bor bo'lib, orqa safda qoldirgan. Ammo Jalil aka harbiy komissariyatga ketin murojaat qilib, oxiri maydonga otilindi. Bu Nemis faşistlarining Stalingradga hujum qilayotgan hayot mamont janglarining rosa qizg'an payti ekan. Afsuski 4-5 oydan keyinla tank haydog'uchi Jalil akaning jangda qazo topganligi haqida qora qog'oz keldi. Qurtdak üşvetek bala bilan qolgan Menshixon onaning beshiga qara kunlar tug'ildi. Birdi och, birdi to'q. Yalang'och va yalang'idoq yurib, Ilohun maktabda tirishib o'qiydi. Maktabni tamomlab, kolxozda 2 yil ishilgandan keyin Almutudagi Abay nomidagi Qozoq davlat pedagogika institutining filologiya fakultetining Qozoq bo'limiga o'qishga tushdi. Ammo shu davrdagi dunyoviy vaziyatda so'g' munosabatlar urushining o'j elishi boshlang'achqa 3-kursdan harbiy safga chaqirildi. Harbiy dengiz flotida 4 yil xizmat qilib qaytgandan keyin Ilohun o'qishni tamomlaydi. Ilohunning adabiyotga qiziqishi maktabda o'qiyotgan chaqlarida uyg'ongan edi. Ta'liga yarasha uning ustozlari keyin peshqadam pedagog olimlardan bo'lib yetishgan Hokim Mashhur, Vyuxan Alaxonova, atoqli shoir Ilya Baxtiya o'xshash insonlar bo'lgan edi. Bo'libmi Ilohunga Ilya Baxtiyaning tarbiyasi kuchli ta'sir qilgan. Dastlabki asarlari maktabda o'qiyotgandila matbuotda e'lon qilinishga boshlagan edi. Dengiz flotida xizmat qilish shoirning ijodiyatiga intayin kuchli ta'sir qildi. Shu orqali Ilohun Jalilov Uyg'ur she'riyatiga dengiz mavzusini elib kirib, yangilik ochdi. Uning shu mavzuga bog'lanishliq Dengiz sadolari, Muhit chillaydi nomli kitoblari yo'riqqa chiqdi. Shoir shuningdan keyin Yerga tozim, Intilish, Salom xalqim, Vasiyat nomli she'rlar to'plamlarini yo'riq chiqardi. Ulardagi asarlarning har xilligi va yuqori badiiligi alohida farqlanadi. Ilohun Jalilov o'z jafosini ko'p tortgan, ammo halovatni oz ko'rgan adabiyotimizda munosib o'rni bor shoirdir. Xulosa qilib aytganda, zamondoshlarining dardi, xo'shallig'i, ma'naviyatimizning, ma'rifimizning chirig'ini yondirib, nafas olgan haqiqiy shoir Ilohun Jalilov haqida qancha aytsaqmi ozliq qiladi.